Ariza 6 Pro'ning ikkita komplektatsiyasi mavjud. Comfort va Intelligence. Keling ularning farqlarini ko'rib chiqamiz. Har ikki komplektatsiya 1,5 litr turbo dvigatel bilan jihozlangan. Aralash siklda 7 litr yoqilg'i benzin sarflaydi. Comfort komplektatsiyasida siz uchun zarur bo'lgan hamma qulayliklar mavjud. Qulay va ergonomik o'rindiqlar, multi-rul, Android Auto, CarPlay qo'llab-quvvatlaydigan multimedia. Oldi va orqa o'rindiqlar, isitish tizimi, rul, oldi oyna, yon oynalar, hatto farsunkalarda isitish tizimlari mavjud. Agarda siz yana ham ko'proq funksiyalar istasangiz, Intelligence komplektatsiyasini tanlang. Ajralib turadigan xususiyatlar orasida lyuk, simsiz quvvatlash, klimat kontrol, haydovchi yordamchisi hamda 360 kameralari mavjud. Comfort komplektatsiyasining narxi 254 million 900 ming so'm. Intelligence esa 279 million 900 ming so'm. Hozirgi kunda ikkili komplektatsiyaga maxsus taklif amal qiladi. -10 million so'm foyda bilan xarid qilishingiz mumkin.